Xonimiz Tivoli o'rtoqlar. Ertalab soat 4 tong sahar. Go'shi ham bor ekan, faqat kartoshka emas ekan ichida. Mazasi yaxshi. Uni ustiga murch bo'lganda edi, murch sepsa vashsha mazali bo'ladi. Lekin murchim yo'q. Buni kechroq qorin ochganda yeyman, mursan, bir kunda bir mahal ovqatlanaman deysan u. Vot именно qornim ochganda, och qolsa deganman, och qolsa. Buni men kecha ertalab zakaz qilgandim. Soat 8:09 da yeganimda. Endi bugun boshqa chislo. Kechroq yeyman, qornim och qolsa deganman, lekin qornim och qolmadi. Keyin bir mahal ovqat yeyman deganman, to'g'ri. Ovqat yeyman deganman. Boshqa narsalarni, masalan, pechenye, shirinlik, yana mayda-chuyda narsalar yeb yuraman baribir. Bir mahal ovqat yeyman degani boshqa payti nimadirlar yemayman, yana qornim och qolib qolsa ham umuman o'sha qornim ochligi bilan o'taman degani emas. Yo'q. Mayda-chuyda narsalar yeb yuraman. Mana masalan o'sha kecha videoni o'tganda ikkita gumma yedim, bitta kartoshkali, bitta sosiskali anaqa pirojki yedim. Bitta sosiskali bilan ikkita kartoshkali pirojki qolgandi. Och qolganimda uyg'onganimdan keyin yedim. Tak что o'rtoqlar, bir mahal yedi degani qolgan payti qorni och qolsa ham nimaga bunaqa? Ustiga chili qo'yib yemoqchi edim. Bo'ldi. Qolgan payti qorni och qolsa ham hech narsa yemaydi degani emas. Chaqchuq yeyishim mumkin. Qanaqadir shirinlik yeyishim mumkin. Nimadir yeyman baribir. Ovqatni bir marta, kuniga bir marta. Keyin aytgancha qaysi payt imенно yeysiz deb so'rashgan. Imенно rejim yo'q. Ba'zi payt ertalab, ba'zi payt kechqurun, ba'zi payt obedda shunaqa.